Qatiqchi bor yo'q boyligidan ayrilganini bilib, maymunbozni tomog'iga xanjarini taqadi. Agar maymuning pulingni bermasa, men seni hozir so'yib yuboraman. Seni maymuning sen o'rgatgansan dedi. Bo'ldi, olib beraman dedi. Tepada chiqib olgan maymunga qarab o'zini yonidan hamyonni olib, chunki maymunlar taqlidni yaxshi ko'radi. Biron nima ish qilsa shuni qiladi. Egasi maymunga ko'rsatib turib hamyonni og'zini ochdi. Maymun ham qarab hamyonni og'zini ochdi. Ichidan maymunboz tangani chiqazdida yerga tashadi. Yana bir tangani oldida yana yerga tashab, maymunni shunday qilsin deb qarab turdi. Maymun bir tanganimda oldi. Kemaga qarab tashadi. Ha, Xudoga shukr deb bittasini oldi. Ikkinchisini bunday chiqazdida dengizga qarab otdi. Bitta tangani kemaga tashardi, bitta tangani dengizga tashardi. 7 ta tanga dengizga tushib ketdi, 7 ta tanga qatiqchini qo'liga keldi. Ya Rabbim, tavba qildim, Alloh tavba qildim. Teng yarimiga suv qo'shib sotardim qatiqni. Suvniki ketdi suvga, qoldi qatiqni puli yonga.